men mehmonxonaga keldim, joylashdim. Xudo xolisa bir yarim soatcha dam olaman-da, chunki har kuni yangi shahar juda qiyin bo'lyapti. Akklimatizatsiya bo'lish, lekin Ilhom aka bilasizlar, crazy. Agar tayyorman desanglar, men kamerani Granada shahriga sizlarga ag'daraman. Qani bismillahir-rahmonir-rahim. Ketdik. Voy. Qaranglar, uzoqda tog' ko'rinyapti-da, tog' ustida qor yotibdi. Ispaniya shunaqa go'zal, Andaluziya shunaqa go'zal, shunaqa har xil. Mana bu biza boradigan joy, u yoqqa boramiz. Hozir ko'rinayotgan mana bu narsa bu Alcasaba. Bu krepst bo'lardi, qasr bo'lardi. U qasrdan soqchilar qarab turardi, hech kim kelmasligi deb. O'sha tepada Muhammad bir o'tirardi hamda nasriylarning Algambra saroyi aynan o'sha yerda. Sarguzasht sirlari oziq-ovqatlanish, pitaniya. Masalan, men o'zim bilan har doim puer choy ko'tarib yuraman. Puer choy bilasizlar, kuch beradi, energiya beradi. Hamda o'zim bilan asal ko'tarib yuraman. Har xil yong'oq, mayiz o'zim bilan bo'ladi. Kayfiyat uchun shokolad ham o'zim bilan bo'ladi. Hamda o'zim bilan mana shunaqa green coffee kapsula olib olaman. Masalan, sovuq yesam, molotый imbir, parashok har doim o'zim bilan ozgina yarim qoshiq ras chaynab olaman-da, zo'r bo'lib olaman. Vitamin ham bor. Assalomu alaykum, yana bir bor DJ Pilgrim Ilhom Granada shahridan tepaga hovliga ketyapmiz. Tepaluda Algambra saroyi joylashgan. Yo'lovchilar mana shunaqa suvni bo'yidan tepaga chiqarishganda, chiqayotgan paytida har doim suvning ovozi keladi. Hamda har doim gullarning hidi keladi, har xil gullar. Bu mo'jiza, chunki bu psixologik bosim bo'lardi. Masalan, qaysidir elchi Algambraga kelayotgan paytida har doim suv ovozini eshitardi hamda gullar hidini hillab o'ylardiki, voy qaq kelyapman deb. Suv esa tepada joylashgan edi, akveduklar bo'lardi hamda suv pastga butun shahar bo'yicha, butun saroydan butun pastga Granada shahriga suv bo'lib tushardi. Hozir ozgina syomka qilib beraman. Juda ajoyib narsa bu. Hamda qushlar sayrayapti. Andaluziya, butun Ispaniya janubida har doim qushlar sayraydi. Go'zal. Suv bo'ylab ketamiz. Aytganimdek, hamma yerda suv hamda gullar. Aytganimdek, suv tepadan pastga tushadi. Mani shaxsiy tavsiyam, Algambraga kelganingizda yayo tepaga oyoq bilan chiqsanglar, tushunasizlar hammasini. Chunki haqiqatan ham marshrut juda go'zal bo'ladi. Har doim suv, har doim vodopodlar, har doim gullar va qushlar sayrashini eshitib kelasizlar. Arxitektura va injenerlarning o'ylab topgan narsasi juda genial narsa. Bular qo'shni tog'dan akveduk qilishganda suv, butun tog'dan suvni yig'ishardi-da, kichkina bundoq pastliqqa qilib, akveduk qilib, mostli qilib shaharga suvni qaratishgan. Hamda Algambraning oldidagi baland tog'lardagi hamma suvni shahar tarafga haydashardi. Shunchalik o'sha payt 1000 yil oldin injenerlar o'ylab topishgan. Hozir esa kamerani ag'daraman-da, sizlarga ozgina Algambrani oldida ichkariga ertaga kiramiz. Bugun atroflarni ozgina syomka qilib beraman sizlarga.
hozir arularni ozgina syomka qilib beraman sizlarga, hamda muhitni ko'rasizlar ozgina. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Ketdik. Mana bu ariq. Hamda aytganimdek, mana shunaqa yo'lovchilarga, Algambraga kelayotgan odamlarga dam olishga joy qilib berishgan. Mana masalan, Dervish akamiz, Piligrim akamiz dam olib yotibdilar. Mana o'ng tarafimda bu mana Algambraning bir tarafi, qaysidir qasri. Bu yerda har doim odam o'tirib, qo'riqlab o'tirardi. O'zi esa biz o'tdan u yoqqa chiqib ertaga hammasini ko'ramiz. Endi esa ovozimni o'chiraman, ozgina dam olinglar. Suv ovozini eshitib, gullarni tomosha qilib, hamda inshaalloh nasib qilsa, gullar ham, qushlar ham sayrab berishadi. Ko'rayotganinglardek kamerani umuman o'chirmayapman. Hozir ko'rayotgan narsa bu hammasi onlayn rejimda bo'layotgan narsa. Go'zal, turistlar ko'p, hammasi Algambrani ko'rib bo'lib pastga kelishyapti. Biz esa ertaga sizlar bilan hammasini ko'ramiz. Mana qaranglar, butun shahar, butun saroy mana shunaqa. Lekin ertaga saroyning ichida ko'rasizlar. Saroyning ichida kamerani o'zimga ag'daring. Saroyning ichida yana General Gardens, Generalitet bog'lari bor-da. U bog'larda shunaqa chiroyli go'zal gullar, daraxtlar, meva daraxtlari, butun dunyodan olib kelingan o'simliklar o'sadi. Uni ham ertaga hammasini Algambra saroyida ko'ramiz. Nasriylar dinastiyasi. Ilhom DJ Piligrim pastga chiqish yengil, tepaga ko'tarilish og'irroq, lekin Ilhom akani bilasizlar, Ilhom aka bufit, Ilhom aka krassavchik, vamos! Nafaqat arxitekturaga boy, hamda tabiatga ham boy-da bo'tlar. O'shaning uchun qaror qilishgan, o'sha paytdagi mo'min musulmonlar shu yerda qolib katta bir shahar qurish. Bizani zamonaviy kameramiz bor, stabilizatorli, ushlab turadi kartinkani. Suvni bo'yidan sizlarga ozgina prolyot qilib beraman. Xudo xolisa zo'r chiqadi. Mana bu dovonlarni 100 yillab har xil jangchilar, har xil armiyalar kelib olmoqchi bo'lgan. Dovonlarni qaranglar go'zalligini. Tarix ko'rgan joy. Eslatib o'taman, biz haligacha ham tashqaridamiz. Xudo xolisa bu yoqqa ertaga kiramiz. Bu joyning nomi Algambra. Nasriylar dinastiyasi, musulmonlar yashagan joy. Eslatib o'taman, yo'l mobaynida yo'lovchilarga mana shunaqa dam olishga joylar tashlab ketilgan. Odamlar dam olardi-da, yo'lni davom ettirardi. Tepaga qarab, Algambraga qarab. Bu uje ko'rib bo'lishganda, bu turistlar o'shanga pastga ketishyapti, shaharga qaytishyapti. Mana qisqacha obzor tashqaridan ko'rsatib berdim sizlarga. Xudo xolisa, inshaalloh ertaga ichkariga kirib dahshat reportaj olib beraman sizlarga, dahshat vlog ko'ramiz. Hozir esa mana ko'rinmayapti.
Объем juda katta, вообще. Xudo xolisa ertaga bu yoqqa kelamiz. Mana shu hozir syomka qilayotganim bu hammasi Algambra. Juda go'zal shahar. Men aytayotganimdek akveduk mana shundoq qilishganda, ustidan suv tushgan. Butun tog'larga o'rnatib chiqishganda, bu tog'lardan tepalardan suvni olib kelishganda bu yoqqa. Hamda suv bilan foydalanishgan. Bu faraz qilinglar 1000 yildan beri ishlayotgan narsa akveduk. O'zim ham shu yerda Ilhom DJ Pilgrim qiziq ma'lumotlardan shu Algambrani kattasi Muhammad I ismli inson 37 yashar paytida namoz o'qiyotgan paytida orqasidan kelib sumashedchi tomi ketgan inson pichoq urib qochib ketgan. Mana shunaqa taqdir faraz qilinglar. 37 yashar qanaqadir tomib ketgan sog'amas inson orqadan pichoq urib qochib ketgan. Bu inson shunaqa ko'p narsalar kashf etsa bo'lardi, shunaqa qiziq joylarni yana kengaytirsa bo'lardi. Shu Muhammad I oldida har doim san'atkorlar, arxitektorlar, injenerlar, tabiblar, falsafa shunos insonlar har doim oldilarida edi. Hamda eslatib o'taman, faqat Allohning ne'mati bilan, faqat Allohning nazariga tushgan bandalar mana shunaqa buyuk narsalarni kashf etib, 5 vaqt namozini o'qib, alhamdulillah deb yurishgan. Ilhom DJ Pilgrim Algambra shahri Ispaniya janubining Granada shahri. O tepaga qarasanglar, balkondan odamlar qarab turibdi. O'sha bugun ularning vizitida bu yerda har kuni vaqting yozilgan. Masalan, bizaniki ertaga soat ertalab 8:30 dan. Turistlar juda ko'p. Ashbe ko'p. Faraz qilinglar, mana domda yashaysizlar sizlar. Akashka kimdir bilan rasmga tushyaptilar. Biz esa suvni tomosha qilaylik. Mana bo'ldi, shahar markaziga tushdim. Bugun vaqtimiz bor. Algambraga ertaga kiramiz. Bugun esa hozir ketayotgan joyimiz Nasriylar madrasasi. Shahar markazida Nasriylar dinastiyasida madrasa ham bo'lardi. O'shani borib kuzatamiz. Hamda o'sha madrasani oldida musulmonlar mahallasi bor, musulmonlar rayoni bor. Uni ham tomosha qilamiz. Xudo xolisa hech qachon bo'lmaganman sizlar bilan birga birinchi marta uni ko'ramiz. Lekin atroflar juda go'zal. Hammaga nasib qilsin bu yoqqa kelish. Juda go'zal. Vashpi go'zal. Mana shunday suv o'tganda bu suvni o'sha Muhammad I bilan uning injenerlari o'ylab topishgan. Tog'dan pastga tushirish. Endi esa Granada shahri har doim suvga to'lib turadi. Chunki bu suv aytganimdek, qo'shni hamma tog'lardan pastga tushadi. Qaranglar, qanaqa umidsa edi musulmon insonlar. Xudoga shukr.
Granada shahri yana bitta nomi bor. Buni uchta kultura, uchta madaniyat poytaxti deyishadi. Chunki bu yoqda islom, xristianlar va katoliklar yonma-yon yashab kelishgan hamda yashab kelishyapti. Madrasaga kiryapmiz ichkariga. Turistlar juda ko'p. Yaqinlashib bo'lmayapti. Odam shunaqa ko'pligidan harakat qilamiz. Hozir sizlarga unikal narsa ko'rsataman. Tayyor bo'lsangiz, tayyormiz deylik. Qani bismillahirrohmanirrohim. 1000 yillik joy. Ketdik. Mana bu joy 1000 yil oldin qurilgan. Bu Nasriylar dinastiyasidan qolgan. Bu yerda madrasada musulmonlar bu tarafga Ka'baga qarab namoz o'qishardi. Biz kelgan joy madrasa. O'rtasida, Granadaning o'rtasida magazin ham bor ekan. Kirib har xil narsani sotib olsa bo'ladi. Masalan, mana madrasa to'g'risida kitob. Masalan, mana Algambra to'g'risida to'liq ma'lumot bor hammasi. Bu hammasi shu Nasriy dinastiyasidan qolgan narsalar. Faraz qilinglar, shunaqa joyda yuribmiz assalomu Maşallah. Bu madrasani tomi mana shunaqa bo'lgan. Hozir ham bor, endi bular o'zini bosib olgandan keyin hammasini o'zini muhtojligida almashtirib tashlashgan. Lekin faqat mana shu mihrobni tegishmagan bo'ldi. Biz esa davom etamiz. Endi esa Albaysin degan musulmonlar rayoniga boramiz. Bismillahirrohmanirrohim deb. Ey quyoshjon, sevaman. Yana qiziq ma'lumotlardan Granada shahrida juda katta universitet bor. Bu Granada universiteti. Shuning uchun Granada shahrida yurganingizda ko'chalarida juda ko'p yoshlar ko'rasizlar. Deyarli 10% shahar aholisi studentlar. Faraz qilinglar, yoshlar bilib qo'yinglar. Granada shahrida juda zo'r universitet bor. Bu qanaqadir city tour. Mana shunaqa avtobusga o'tirib shahar ko'rsa bo'ladi. Lekin bilasizlar, Ilhom aka yaxshi ko'radilar peshkom yurishga. Yayo. Mana ahamiyat bersanglar, в основном yoshlar, молодежь, o'smirlar va studentlar. Bu esa men tushunishim bo'yicha Granada shahrining meriyasi, hokimiyat. Mana yana bitta flamenko uyi. Eslasanglar, anaqada berishmadi bizga syomka qilishga Sevillada. Xudo xolisa biz ham yoqqa qaytamiz. Hamda so'radim bu yerga ishchilardan, O'zbekistondan syomka qilsam maylimi desam, bo'ldi, xo'p deyishdi. Mana bu mujik ashula aytadilar, xudo xolisa qaytamiz. Shu nazariy yozuv, shu nazar tushgan. To'g'ri ketamiz. Mana ko'chani qaranglar torligini. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdik. Qaranglar
sizlarga qanaqa antiqa kadrlar olib beryapman. Biz hozir sizlar bilan Albaysin musulmonlar rayoniga ketyapmiz birga. O'zim ham shu yerda. Bu yerda xristianlar haydab yuborgandan keyin musulmonlar g'orlar bor-da. G'orlarda yashashgan. Vaqtimiz yetsa uni ham ko'ramiz. What's going on? And I say, hey, yeah, hey, yeah. I say, hey, what's going on? What's going on? And I say, hey, yeah, hey, yeah. I say, hey, what's going on? 25 years of my life is still trying to get up that great big hill of hope for the destination. Perfecto, muchísimas gracias, hombre. Con mucho gusto. Say hello to my country, Uzbekistan. Hello, Uzbekistan. Chocolate. Love you. Gracias, hombre. To'g'risini aytaman, ozgina charchadim, lekin qayerga ketayotganimni o'zim ham bilmayapman. Lekin mana tepada o'tiribdi yoshlar. Balkim shu yerdadir ketayotgan joyimiz. Al Nazari kafesi ekan. La Nazari. Chiqamizmi tepaga, hammaga o'xshab mamdo ketdik. Bo'ldi, Albaysinga yetib keldim. Qani tayyormiz desanglar, tayyormiz deyiladi. Qani bismillahirrohmanirrohim. Arablarni, musulmonlarni manzarasini ko'ramiz. Ketdik. Hoppa. Nima deyapti manzara? Akalar, opalar, tabiatni yaxshi ko'radigan insonlar, har kechki turani yaxshi ko'radigan insonlar. Tog'ni ko'ryapsizlarmi? Oppoqqina bo'lib turibdi. Ana. Kamerani uzmayapman, ha. Bu ko'rayotganimiz Algambra. Inshaalloh ertaga u yoqqa o'tamiz. Bu esa ko'rayotganimiz Granada shahri. Mana ko'rdinglarmi, aytganimdek tepaluvda joylashganda Algambra. Biz ertaga bu yoqqa boramiz. Zo'ra.
Вообще вайп мощный lekin bu yerda. Mashallah. Ikki so'z qilib aytganda, Albaysin unaqa zo'r emas ekan. No recomendación. Kamerani kakshikda tuda-suda qilamiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Hoppa. Ana turistlar qorni ochib ovqatlanishyapti. Pollar juda go'zal, toshdan yasalgan. Mamlakat chiroyli liboslar sotilyapti. Turistjonlar yurtdi butun dunyodan. Zo'r bo'ldi-da. Yo'qotdimi sizlarga? Mana Albaysin shunaqa arablarning madaniyati ham juda yuksak madaniyat. Tan berish kerak. Masalan, men tan berganman 100%. Mana o'zim ham shu yerdaman. Hamma joylarni ko'rib chiqdim. Juda go'zal ekan. Insonlar bilan mehribon, sokin ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Hoppa. Odamlar. Qayerga boramiz? Most Flamingoga bormaymiz, masjidlarda qolamiz. Aylanamiz, ko'ramiz arablarning ijodini, mahsulotlarini va hokazo. Nima deb o'ylaysizlar? Hozir biz yurayotgan joy bu bozor. Xohlagan narsang bor. Hammasi ist bilan bog'liq. Ist degani Vostok degani. Mollar juda ko'p ekan. Benihoyat. Ana. Mashallah. Birinchi kirgan do'konimda srazu sura o'ynayapti. Oyoqqacha ketganda bozor. Endi men bilmadim, bozordan bizga hech narsa kerak emas. Prosta muhitini ko'rsatmoqchi bo'ldim sizlarga. Ozgina mana shu yerda prolyotli qilib beraman kameralar bilan, lekin hech narsa sotib olmaymiz. Charchagan turistlar mana bunda kiradi, dam olishadi, keyin dalish ketishadi. O'zim ham shu yerda mana nima desam bo'ladi yana. Bu bozor to'g'risida o'qidim. Haqiqatan ham musulmonlardan o'sha nima deyotganim esimdan chiqib qoldi. Shunaqa go'zal hamma narsa. Mashallah, gap bo'lishi mumkin emas bolalarga. Bormaymiz flamenkoga. Shu biz endi bozorlarni yaxshi ko'ramiz-ku. Mashinalarni aylanib, odamlar bilan muloqot qilib, ma'lumot yig'amiz. Qani, kamerani tuddasida birinchi bo'lib mashaq kiramiz. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Mollar. Xohlagan narsalaring bor bu yerda. Maza ekan, gap yo'q. Juda go'zal, hammasi go'zal. Juda yoqyapti hamma narsa. Arab yozuvlar, Qur'ondan yozuvlar, chiroyli fildan yasalgan har xil bezaklar, kartinalar, sharflar. Zo'r bo'ldi masjidda qolganimiz. Yana bir pas aylanamiz. Albaysin musulmonlar bozori. Granada Yevropaning markazlaridan biri.
yana bitta prolyot qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb. Magazin, studentlar, chiroyli fontanlar, mana shunaqa, xonadonga, hovliga qo'yib qo'ysam mana shundan. Assalomu alaykum, o'zim ham shu yerda. Yuguramiz dalcha. Tepaga chiqamiz. Magazinlar, haqiqiy bozorda, kafe, okalar, mana qorni ochgan turistlar maza qilib ovqatlanishyapti. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Hammasi juda ham atmosferniy degani muhiti bor deb o'tlani. Masalan, kelsanglar suvenir olishgami, ovqatlanishgami, aynan mana shu joy sizlarga juda to'g'ri keladi. Hammaga tavsiya qilib qolaman, chunki hidlari ham приятный, odamlari ham приятный, nenavязчивый, hamma narsa. Xudoga shukr. Qanaqa go'zal. Mana bo'ldi, to'xtataman bu yoqda. Masalan, bundoq kabinkada kelib o'tirsanglar do'stlar bilan. Voy. Mashallah, muy bien, very good. Shunaqa go'zal. Bu yoqda odam yo'q ekan, o'shaning uchun bu yoqqa kirdim. Sizlarga muhitni ko'rsatib berish. Bu Granada, bu Yevropa, faraz qilinglar. O'shaning uchun akalar, opalar, o'zim ham shu yerda Turkiyani hvatit уже Turkiya. Mana tinchgina Yevropada ham o'zimizga boradigan joy bor. Faraz qilinglar, to'xtatmasdan syomka qilyapman sizlarga. O'zim ham shu yerda DJ Pilgrim, Ilhom, Granada shahridan, Albaysin bozoridan biz sizlar bilan tepaga chiqib keldik. Tepadan vidni ko'rdik, Algambrani ko'rdik. Bu esa musulmonlar bozori. Juda go'zal. Qani, assalomu alaykum. Ana, ko'rdinglarmi shunaqa? Mendan xafa bo'lishi yo'q. Men Flamingoga bormadim. Mana shunaqa juda go'zal restoranda qoldim. Hozir ovqatlanaman-da, keyin mehmonxonaga boraman. Uxlagani chunki ertalab sizlar bilan birga halidan birga boramiz. Hammaga yaxshi kayfiyat, sog' bo'linglar. Mana ertalab bo'ldi. Soat 8:30da ochiladi. Assalomu alaykum. Уже liniya o'chirdi. O'shaning uchun har doim aytaman, yarim soat oldin vohlikka urib joy egallasanglar yaxshi bo'ladi. Birinchi bo'lib kirasizlar. Mashallah. Mana saroy hududiga kirib oldik. Qushlar sayrayapti. Birinchi bo'lib nasriylar saroyini ko'rish kerak har doim. Chunki keyin bunaqa sharoit bo'lmaydi. Chunki har bir 10 minut odam ko'payadi. Qiziq ma'lumotlardan Algambra Ispaniyada 2-chi o'rin oladi. Turistlar kelishi bo'yicha. Birinchi o'rinda Sagrada Familia Barselonada. 2-chi o'rin Algambra. Har yili 2,5 million odam keladi bu yoqqa. Biz esa nasriylar saroyini ko'rishga ketyapmiz. Ilhom aka, xudo xolisa turistsiz kamerani shundoq tuda-suda qiladilar-da, yuguradilar. Agar yana qorovullar xalaqit qilishmasa, lekin qushlar sayrayapti. Har doimdagidek birpas jim turaman.
Kim kuzatayotgan bo'lsa biladi. Qushlar sayrasa man gapirish qobiliyatini yo'qotib qo'yaman.